Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecma'in amma ba'd. Hürmetli aziz mo'min musulmon birodarlar, Allah subhanahu wa ta'ala siz bilan bizlarga mehribon va rahimdil zotdir. Bizlarga aslo va aslo yomonlikni xohlamaydi. Bizlarni tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikda, boy badavlat, baxtli, saodatli, ahli iymonda yashashligimizni xohlaydi ve aslo düşmanlarga dil sirlarimizni ochmaslik, ular bilan do'st bo'lmaslik, do'st bo'lsa ham butun ichimizdagi, vujudimizdagi sir asrorlarni aytishimizni xohlamaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandalarni niyatlarini yaxshi biladi. Shuning uchun ham mushrik, kofir bo'lgan g'ayri dinlarni yaqiniga borib dilimizdagi bor narsani sirlarini ochib tashlashligimiz bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Masalan, hech vaqt düşmanlar O'zbekiston diyorini gullab yashnashligi, odamlari ilmli, ma'rifatli, har tomonlama zo'r bo'lishligini xohlamaydi. Amir Temurning zamonidagidek zo'r bo'lishligini aslo va aslo xohlamaydilar. Agar bizlar ularni har qancha sevsak ham, har qancha ularni tillarini o'rganib, ularni tilida gapirishlikni ham o'rgansak ham, baribir bizlarni hech vaqt qatoriga qo'shmaydi. Agar o'zini yaqinlarini orasiga kirib qoladigan bo'lsangiz, baribir siz bilan bizni kamsitishga harakat qiladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo demak yurtni, vatanni, xonadonni gullab yashashini istasak, dushmanlarga o'z sirlarimizni ochmasligimiz, doimo ulardan ehtiyot bo'lish kerakligini o'z Qur'onida bayon etdi. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Ha antum la tuhibbuna va la yuhibbunakum va tu'minuna bil kitabi kulli va idza laqukum qalu amanna va idza khalu 'addu 'alaykum lanamina min al-ghayz. Qul ma'tu bi qaydikum innalloha alimun bi zati sudur. Hoy sizlar, ularni yaxshi ko'rasiz-ku, ular sizni sevishmaydi. Sizlar barcha kitoblarga iymon keltirasiz-ku, ular sizlarni uchratishganida iymon keltirdik deyishadi. Xoli qolishganida esa sizlarga qattiq alamlardan barmoqlarini tishlashadi. Ey Muhammad, achchiqlaringdan o'lib ketinglar. Alloh albatta dillardagini bilib turadi deng. Ya'ni kim bu oyat karimadan juda katta ma'nolar anglab yetishimiz kerak ekanki, ushbu oyat karima orqali Alloh taolo mu'minlarni do'st tanlashda juda farosatli, ehtiyot bo'lishga chorlamoqda. Islom dini barcha din vakillariga bag'ri kenglik bilan munosabatda bo'lishga, iymon keltirishga chaqirishiga qaramay, ahli kitoblarning ko'plari musulmonlar bilan do'stlashishni, ular bilan munosabatlar o'rnatishni aslo istashmaydi. Aksincha har qadamda, har soatda musulmonlarga biror zarar yetkazishga, ularni dinlaridan chalg'itishga urinishadi. Ular shunchalik ayyor va dog'olki, musulmonlarni ko'rganda bizlar ham sizlar bilan birgamiz, kitobingizga iymon keltirganmiz deyishadi. Ammo o'zlari qolishganda islom dinining dunyo bo'ylab g'olibona yurishini to'xtatib qolish, musulmonlarni qanday qilib o'zlarining buzuq aqidalariga tortish rejasini tuzishdan to'xtatishmaydi. Shuning uchun bu g'ayridinlar doimo bizlarni yoshlarimizni ichiga turli giyohvand narsalarni, turli xil tabiatlarni tarqatadi, turli xil fash islarga targ'ib qiladi, xumorga, har xil buzuq narsalarga targ'ib qiladiki, maqsadlari bizni xalqimiz qanchalik botqoqqa botib ketsa, ular shunchalik xursand bo'laveradi. Qanchalik boshimizga g'am, tashvish kelsa, shunchalik ular xursand bo'laveradi. Lekin bizni shaharlarimizda qurilayotgan katta binolar, qilinayotgan o'zgarishlar, yaxshiliklarni ko'rganda yuzimizga qarab maqtaydi-yu, ammo ichida kuyinadi. Xalqimizni o'zaro bir janjallashishligini, to'polon qilishliklarini, har xil yomonliklarni qilib, o'zaro adovatga berilib, urushib ketishlarini doimla ichidan xursand bo'lishadi, ko'rishni xohlab va ana shunday holatdan xursand bo'lishadi. Shuning uchun ham Alloh taolo aytayapti: ey mo'minlar,
ularni yaxshi ko'rasiz, ular sizni sevishmaydi. Demak, ular deyapti, Alloh taolo aytayaptiki, sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar, ular bizlarni do'st, bizlarni og'irimizni yengil qilyapti deysizlar, lekin ular sizni hech vaqt sevmaydi. Doimo ichlarida adovat, doimo ishlarida dushmanlik bor. Aslo va aslo yurtimizda gullab yashnashligini xohlamaydi. Mana bugungi kunda ko'ryapmizki, yurtimizda mana katta sportchilarimiz chiqyapti, olimlarimiz chiqyapti, qancha g'oliblarimiz chiqyaptiki, ularni ko'rganda bular o'ylaysizki xursand bo'ladi deb turib. Yo'q, aslo xursand bo'lmaydi, balki ichidan eziladilar. İçlaridan ezilganlaridan barmoqlarini, ya'ni alamdan barmoqlarini tishlaydilarki, nimaga yana bular g'olib bo'lyapti? Nega endi bularning o'rtasida urush bo'lib bir-birini yemayapti? Nega endi bular hamma narsaga sabr qilib, qanoat qilib oldinga harakatlanyapti deyishadi. Ammo lekin shuni yaxshi bilishimiz kerakki, demak bizlarda ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilishligidan va odamlarni norozi bo'lishligidan ular nihoyat darajada shodmon va xursand bo'lishmoqda.